nimaga go'shtning narxi 100 mingga chiqdi-yu, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan go'shtlarimiz yo'qmidi? Buni narxini orqaga qaytaradigan so'z, ha, yo'q. O'zbekistonda go'sht 70 ming so'm paytida Belarus va Qozog'istondan bizga 40 ming so'mdan go'sht kirib kela boshladi. Mana shu 40 ming so'mdan kirib kelgan go'sht O'zbekistondagi chorvadorlikni yeb bitirdi. Biz o'sha paytda aytgan edik, "Voy, bu noto'g'ri bo'lyapti" deb. Sababi arzon go'sht hisobiga ichki bozordagi talab tushib ketib qoldi. Xalqimiz hali bilmasdan va uni arzonligiga baribir nima bozorda nima diktovat qiladi, narx-navo diktovat qiladi. Odamlar unga yopishgandan keyin bu soha o'la boshladi. Shu bilan bir qatorda uyda mol boqadiganlar, kichik-kichik fermalar, nechta katta joylar ham ishini to'xtatib, faoliyatini to'xtatib qo'ydi. Nega? Ikkinchi sababi bor bu narsaning. Sababi shundaki, bizdagi yem hashira narxi ko'tarilib ketib qolgan edi. Bizdagi o'tgan don-dun mahsulotlarimiz narxi ko'tarilgan edi. Bu tomondan arzon go'sht kirib kelyapti, bu tomondan yem hashira narxi ko'tarilgandan keyin bu soha rentabelniy bo'ldimi? Soha yeb bitirildi. Endi hozirgi kunda nimaga go'shtning narxi 100 mingga chiqdi-yu, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan go'shtlarimiz yo'qmidi? Buni narxini orqaga qaytaradigan so'z, ha, yo'q. Agar misol uchun hozir O'zbekistonga Belorussiyadan 2 kun furada go'sht kirmasa, go'sht narxi 20% ko'tarilib ketyapti. 100 mingdan 120 mingga. Bu o'zi asl fojia. Buni aytilingan, buni podkastlarda, boshqa joylarda, даже televideniyada ham aytib o'tganmiz. Voy, buni to'xtatish kerak. Chetdan go'sht kelgani yaxshi. Bu xalq uchun narxi balans ushlash uchun. Lekin shu bilan bir qatorda ichkaridagi chorvadorga subsidiya berilishi kerak edi. Ya'ni unga yordam berish kerak edi. Sohani, bu industriyani, mana shu chorvadorlikni saqlab qolish uchun.